Agar har kuni 20-30 minut vaqt ajratib, ingliz tilida speakingizni oshirish imkoni bor deganimda tushunarmidingiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga haqiqiy ishlaydigan usulni o'rgataman. Demak, har kuni har xil topik tanlaysiz. Oila, do'stlar, musiqa, sport. Demak, bugungi mavzumiz family va shu mavzuga doir topic vocabulary, ya'ni topic specific vocabulary yig'ib chiqamiz. Uni soni farqi yo'q, maksimum 10 ta 15 ta bo'lgani ma'qul ko'riladi. Demak, bizda bugungi so'zlarimiz nuclear family, ya'ni ota-ona va farzandlardan iborat oila. Undan keyingisi immediate family, ya'ni ota-ona, farzandlar va boshqa oila a'zolaridan kimdir bo'ladigan oila. Undan keyingisi extended family, ya'ni 2-3 ta oilaning bir joyda yashashi. Xo'p, demak, bizda keyingi so'zimiz close-knit family, отношенияsi juda ham yaqin oila. Keyingisi striking resemblance, ajoyib o'xshashlik, opa-uka, aka-ukalar o'rtasida ishlatsak bo'ladi va undan keyingi siblings, ya'ni tug'ishganlar. Bu ham aka-uka, opa-singillarni bitta qilib ishlatadigan so'zimiz hisoblanadi. Demak, undan keyin etapda nima qilamiz? Shu o'rgangan so'zlarimizdan o'zimizni hayotimizga moslab bitta kichkina hikoya tuzamiz. Demak, bizda hikoyamiz tayyor. I come from a nuclear family, including my parents and siblings. We have a very close-knit family and always support each other. Me and my siblings are all students studying at different universities in Tashkent, but I have a striking resemblance with my sister. Eng muhim joyi, tuzgan hikoyangiz hayotingizga asoslangan va yozma hamda og'zaki shaklda bo'lishi shart.